Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gaz hisoblagichini tekshirish, gazoviklar kelganda qanday hujjat talab qilish, qaysi holatda jarima yozilishi mumkin, qaysi holatda siz haqqingizni himoya qilishingiz kerak. Chunki hozir odamlar orasida hisoblagich tekshirildi. 7500 ming so'm jarima chiqdi. Gazdan qarz yozishdi. Kvartirani olib qo'yisharkan degan vahimali gaplar ko'payib ketdi. Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga, ijarada yashayotgan odamga, hovli yoki kvartirada gaz ishlatadigan har bir oilaga tegishli. Iltimos, ho'zroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men sizga amaliy, oddiy tilda, hayotda kerak bo'ladigan tartibni tushuntiraman. Avval ko'p odamlar gaz hisoblagichiga oddiy temir qurilma deb qarardi. Aylanib turibdi, demak bo'ldi derdi. Gaz xodimlari kelib ko'rsatkichni yozib ketardi. Ayrim holatda plombani ko'rardi. Ayrim holatda eshikdan turib so'rab ham ketaverardi. Odamlar esa hisoblagichning qachon tekshiruvdan o'tish kerakligini, pasporti qayerda ekanini, plomba raqami hujjatda yozilganmi yoki yo'qmi, umuman bilmasdi. Hozir vaziyat boshqacha. Energiya resurslari bo'yicha nazorat kuchaydi. Gaz ta'minoti tashkilotlari qarzdorlik, noqonuniy ulanish, plomba buzilishi, hisoblagichga aralashish, tekshiruv muddati o'tib ketishi kabi holatlarga ancha jiddiy qarayapti. Natijada oddiy beparvolik ham katta muammoga aylanishi mumkin. Masalan, siz gazni o'g'irlamagan bo'lishingiz mumkin. Hisoblagichga qo'l tekizmagan bo'lishingiz mumkin, lekin plomba shikastlangan, hisoblagich tekshiruv muddati o'tgan yoki hujjat yo'q bo'lsa, tekshiruvchi sizga dalolatnoma tuzishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar gaz xodimi kelganda hayajonlanib, nima bersa imzo qo'yib yuboradi. Keyin esa men buni tushunmagan edim, men rozi emas edim, men faqat kelganini tasdiqladim deb o'yladim deydi. Lekin hujjatga imzo qo'yilganidan keyin uni bekor qilish ancha qiyinlashadi. Shuning uchun men doim aytaman, gazovik eshikdan kirgan paytdan boshlab siz ham xotirjam, ham hushyor bo'lishingiz kerak. Bu yerda eng muhim narsa hisoblagich tekshiruvi, plomba, qarzdorlik va jarima bir xil tushuncha emas. Hisoblagich tekshiruvdan o'tmagan bo'lsa, bu alohida masala. Plomba buzilgan bo'lsa, bu alohida masala. Noqonuniy ulanish topilsa, bu yanada jiddiy masala. Qarzdorlik bo'lsa, bu to'lov intizomi masalasi. Har birining tartibi, hujjati va oqibati boshqa. Mind party nimalarini bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim tinch bo'lishi mumkin, birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, gaz hisoblagichi oddiy buyum emas, u hisob-kitob asosi. Siz qancha gaz ishlatganingiz aynan shu hisoblagich orqali aniqlanadi. Demak, uning butunligi, plombasi, pasporti, oxirgi tekshiruv sanasi juda muhim. Agar hisoblagich noto'g'ri ko'rsatayotgan bo'lsa yoki unga aralashuv alomati bo'lsa, gaz tashkiloti iste'mol qilingan gazni qayta hisoblashga urinishi mumkin. Shu joyda millionlab so'm summalar paydo bo'ladi. Masalan, bir xonadonda eski hisoblagich turgan, uy egasi uni 10 yildan beri ishlatadi, hech qachon pasportini ko'rmagan. Gaz xodimi kelib, tekshiruv muddati o'tganini aytadi. Uy egasi esa sizlar kelmagansizlar, men qayerdan bilaman deydi. Lekin ko'p holatda iste'molchi ham o'z hisoblagichining holatiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Agar hisoblagich muddati o'tgan bo'lsa, uni tekshartirish yoki almashtirish masalasini vaqtida hal qilish kerak. Aks holda nizoli holat yuzaga keladi. Ikkinchi holat plomba. Plomba buzilgan, osilib qolgan, raqami hujjatdagi raqamga mos emas yoki umuman yo'q. Bunday vaziyatda tekshiruvchi darhol aralashuv ehtimoli bor deb dalolatnoma tuzishi mumkin. Endi tasavvur qiling. Siz uyda ta'mir qilgansiz, ustalar hisoblagich yonida devor suvagan. Kimdir tasodifan plombaga tegib yuborgan. Siz buni sezmagansiz. Gaz xodimi kelganda esa holat bor, plomba shikastlangan. Siz men qilmaganman deysiz, ular esa holat mavjud deydi. Mana shu joyda muammo boshlanadi. Uchinchi holat hisoblagichga tashqi ta'sir. Ayrim odamlar magnetizm, mexanik usul bilan hisoblagichni sekinlashtirish mumkin deb o'ylaydi. Men bunday narsalardan mutlaqo uzoq bo'lishni maslahat beraman. Chunki zamonaviy tekshiruvlarda bunday aralashuv izlari ko'rinishi mumkin. Agar haqiqatdan ham aralashuv aniqlansa, bu oddiy jarima bilan tugamasligi ham mumkin. Katta qayta hisob-kitob, ma'muriy javobgarlik, ayrim hollarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan bog'liq jarayonlar kelib chiqadi. Eng yomoni, odam 200 ming so'm tejayman deb 7500 ming so'm yoki undan ham katta muammoga kirib qoladi. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda hisoblagichning hujjatini topa olmaydiganlar.
Ikkinchidan, plombasi eski, zanglagan, osilib qolgan, raqami ko'rinmaydigan xonadonlar. Uchinchidan, uy sotib olgan, lekin gaz abonentini o'z nomiga rasmiylashtirmaganlar. To'rtinchidan, ijaracha uy berib qo'ygan, lekin gaz hisobini nazorat qilmaydigan mulkdorlar. Beshinchidan, ko'p yildan beri gaz xizmati bilan solishtirma qilmagan, qarzi bor yo'qligini aniq bilmaydiganlar. Kim nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar sizda hisoblagich pasporti bo'lsa, plombalar joyida bo'lsa, oxirgi tekshiruv sanasi tartibda bo'lsa, to'lovlarni muntazam qilsangiz, gaz tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulanmagan bo'lsangiz, tekshiruvchi kelganda hujjatlarni xotirjam ko'rsata olsangiz, xavotir kamroq. Lekin baribir men tinch bo'ling, umuman e'tibor bermang demayman. Chunki hatto tartibli xonadonda ham hujjat noto'g'ri rasmiylashtirilsa, keyinchalik ortiqcha yugur bo'lishi mumkin. Keling, bir necha hayotiy misolni ko'ramiz. Birinchi misol, kvartirada kampir yolg'iz yashaydi. Gazdan faqat ovqat qilish uchun foydalanadi. Oylik gaz to'lovi 15 ming yoki 25 ming so'm atrofida. Bir kuni tekshiruvchilar keladi, hisoblagich plombasi joyida emasligini aytadi va dalolatnoma tuzadi. Kampir nima bo'layotganini tushunmay imzo qo'yadi. Keyin unga bir necha million so'mlik hisob-kitob chiqadi. Bu yerda eng katta xato nima? Imzodan oldin e'tiroz yozilmagan, rasmga olinmagan. Plomba oldingi holati bo'yicha dalil yig'ilmagan. Qo'shnilar guvoh sifatida chaqirilmagan. Ikkinchi misol, yosh oila yangi kvartira sotib oladi. Oldingi egasi gaz bo'yicha qarz qoldirgan hisoblagich ham eski. Yangi egalar ko'chib kirib, faqat elektr va internetni rasmiylashtiradi. Gaz abonentini esa unutadi. Oradan yarim yil o'tib tekshiruv keladi, qarzdorlik va hujjatdagi nom mos kelmasligi chiqadi. Endi yangi egalar bu qarz meniki emas deydi. Mazmunan to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin hujjat bilan isbotlash kerak. Oldi sotdi shartnomasi, topshirish qabul qilish dalolatnomasi, hisoblagich ko'rsatkichi, eski egadan ma'lumotnoma. Agar bular yo'q bo'lsa, tortishuv cho'ziladi. Uchinchi misol, hovlida gaz qozoni, plita, suv isitish bor. Qishda gaz ko'p ishlatiladi. Uy egasi hisoblagich sekin aylanayotganini payqaydi. Lekin menga foyda-ku deb yuraveradi. Keyin tekshiruvda hisoblagich nosoz deb topiladi. Gaz tashkiloti ma'lum davr uchun normativ asosda qayta hisoblash qiladi. Natijada odam o'ylagan foyda katta qarzga aylanadi. Men bunday holatda darhol gaz xizmatiga yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Hisoblagich ishlashida shubha bor, tekshirishingizni so'rayman. Shunda siz muammoni yashirgan emas. Aksincha vaqtida xabar bergan iste'molchi bo'lasiz. To'rtinchi misol, ijarachi yashayotgan kvartirada gaz qarzi yig'iladi. Mulkdor esa boshqa shaharda. Gaz xodimlari kelganda ijarachi imzo qo'yadi, ayrim hujjatlarni oladi. Lekin egasiga aytmaydi. Keyin mulkdor hisobni ko'rsa, katta summa chiqib turibdi. Shuning uchun uyini ijaraga bergan odam gaz, elektr, suv bo'yicha shaxsiy kabinet yoki SMS xabarnomani o'z telefoniga ulab qo'yishi kerak. Ijarachi to'layapti deb ishonib yurish yetarli emas. Endi kvartirani yo'qotmaslik masalasiga kelamiz. Odamlar ko'pincha jarima chiqsa, darhol kvartira olib qo'yiladi deb qo'rqadi. Aslida jarima yoki qarz paydo bo'lishi bilan uy avtomatik tarzda tortib olinmaydi. Lekin qarz sudga chiqsa, majburiy ijro jarayoni boshlansa, katta summa uzoq vaqt to'lanmasa, mulkka nisbatan cheklovlar qo'yilishi mumkin. Masalan, kvartirani sotmoqchi bo'lsangiz, qarzdorlik muammo bo'ladi. Bank, notarius, kadastr jarayonlarida to'siqlar paydo bo'lishi mumkin. Juda katta qarzlar bo'yicha sud qarori va ijro harakatlari bo'lsa, mol-mulkka undiruv qaratish masalasi nazariy jihatdan yuzaga keladi. Shuning uchun darhol uy ketadi deb vahimaga tushmaslik kerak, lekin hech narsa bo'lmaydi deb beparvo bo'lish ham xavfli. Birinchi nozik jihat. Tekshiruvchi kelgani bilan har qanday gap qonuniy talab degani emas. Siz xodimdan xizmat guvohnomasini so'rashga haqlisiz. Qaysi tashkilotdan kelganini, nima asosda tekshiruv o'tkazayotganini, aynan nimani ko'rmoqchi ekanini so'rashingiz mumkin. Bu janjal qilish emas. Bu normal fuqarolik ehtiyotkorligi. Men odamlarga doim aytaman, hurmat bilan gapiring, lekin hujjatsiz ish qilmang. Ikkinchi nozik jihat dalolatnoma. Agar tekshiruv natijasida biror holat aniqlansa, dalolatnoma tuziladi. Mana shu hujjat keyingi jarayonning asosi bo'lishi mumkin. Shuning uchun dalolatnomani o'qimasdan imzolamang. Agar rozi bo'lmasangiz, imzo qo'ymaslikdan oldin yoki imzo yoniga albatta e'tirozingizni yozing. Masalan, holat bilan rozi emasman. Plomba oldindan shikastlanganini bilmaganman. Qayta ekspertiza so'rayman.
yoki hisoblagichga aralashuv bo'lmagan mustaqil tekshiruv talab qilaman. Eng muhimi, bo'sh joy qoldirmang. O'zingizning pozitsiyangiz hujjatda aks etsin. 3-nozik jihat rasm va video dalil. Bugun deyarli hammada telefon bor. Tekshiruv paytida hisoblagichni, plombani, raqamlarni, xodimlar tuzgan hujjatni, ko'rsatkichni rasmga oling. Agar xodimlar qarshilik qilsa, xotirjam tushuntiring. Men o'z mulkimdagi hisoblagich holatini va hujjatlarni shaxsiy himoyam uchun qayd qilyapman. Bu keyin juda kerak bo'ladi. Masalan, dalolatnomada bitta ko'rsatkich yozilib, sizdagi rasmda boshqa ko'rsatkich bo'lsa, bu muhim dalil. 4-nozik jihat, men uyda yo'q edim holati. Ba'zan gaz xodimlari kelganda uyda ijarachi qarindosh, farzand yoki qo'shni bo'ladi. Ular nimagadir imzo qo'yadi. Keyin mulkdor men imzo qo'ymaganman deydi. Bu vaziyatda kim imzo qo'ygani, u vakolatli bo'lganmi? Hujjat qanday tuzilgan? Guvohlar bormi? Bular alohida tekshiriladi. Shuning uchun uyda yashaydigan hammaga oldindan tushuntiring. Gaz, elektr, suv bo'yicha hech qanday hujjatni o'qimasdan imzolamang, egasiga telefon qiling, rasm yuboring. 5-nozik jihat, eski qarz va yangi egalar. Kvartira sotib olayotganda faqat kadastr hujjatlarini tekshirish yetarli emas. Gaz, elektr, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha qarzdorlik yo'qligini ham tekshiring. Oldi-sotdi kuni hisoblagichlarning ko'rsatkichini rasmga oling va shartnomaga yoki alohida dalolatnomaga yozib qo'ying. Masalan, gaz hisoblagich ko'rsatkichi limin 2225 kub metr. Bu oddiy bitta qator keyin sizni millionlab so'mlik tortishuvdan saqlashi mumkin. 6-nozik jihat, tekshiruv muddati. Ko'p odam meni hech kim chaqirmadi, demak aybim yo'q deb o'ylaydi. Amalda esa hisoblagichning metrologik tekshiruv muddati bo'ladi. Bu muddat o'tganda hisoblagichning ko'rsatkichiga ishonch masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun gaz idorasidan yoki shaxsiy kabinetdan hisoblagichingiz bo'yicha ma'lumotni aniqlab oling. Qachon o'rnatilgan, qachon tekshirilgan, keyingi tekshiruv qachon, plomba raqami qanday, bularni bilish sizga zarar qilmaydi. 7-nozik jihat. Jarima 7.500 ming so'm degan gap har doim ham bir xil holat degani emas. Ba'zan bu ma'muriy jarima bo'lishi mumkin, ba'zan qayta hisoblangan gaz summasi bo'lishi mumkin. Ba'zan jarima va qarz birga ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Siz hujjatda aniq nimaga pul yozilganini tushunishingіз kerak. Jarimami, zararmi, qayta hisob kitobmi, qarzdorlikmi? Har biriga e'tiroz tartibi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim hujjat nomini, sanasini, raqamini va asos bo'lgan bandni ko'rishni maslahat beraman. 8-nozik jihat, og'zaki va'da. Aka, imzo qo'yavering. Keyin hal qilib beramiz. Opa, bu shunchaki formalnost. Hech narsa bo'lmaydi degan gaplarga ishonib qolmang. Huquqiy jarayonda og'zaki gapdan ko'ra yozma hujjat kuchli. Agar siz rozi bo'lmasangiz, e'tirozingiz yozma bo'lishi kerak. Agar siz ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi va kirim raqami bo'lishi kerak. Agar sizdan hisoblagich yechib olinsa, qaysi holatda yechildi, qayerga olib ketildi, kim qabul qildi, barchasi dalolatnomada bo'lishi kerak. 9-nozik jihat, hisoblagichni o'zboshimchalik bilan yechmang. Ayrim odamlar ustani chaqirib almashtirib qo'ya qolaman deydi. Bu juda xavfli. Gaz tarmog'i bilan bog'liq ishlar faqat vakolatli tartibda bajarilishi kerak. O'zboshimchalik bilan yechilgan hisoblagich, buzilgan plomba, qayta ulangan g'ur keyinchalik noqonuniy ulanish sifatida baholanishi mumkin. Gaz xavfsizlik masalasi hamdir. Noto'g'ri ulanish, portlash, zaharlanish, yong'inga sabab bo'lishi mumkin. Birinchi qadam, bugunoq hisoblagichingizni ko'zdan kechiring. Uning raqamini, ko'rsatkichini, plombasini rasmga oling. Plomba butunmi? Raqami ko'rinadimi? Simi uzilmaganmi? Hisoblagich o'ynasi sinmaganmi? Korpusda shikast bormi? Bularni tekshiring. Agar biror shubhali holat ko'rsangiz, uni yashirmang. Darhol gaz ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qiling. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizda abonent shartnomasi, hisoblagich pasporti, o'rnatish dalolatnomasi, oxirgi tekshiruv yoki plombalash dalolatnomasi, to'lov kvitantsiyalari, shaxsiy hisob raqami bo'yicha ma'lumot bo'lishi kerak. Agar bular yo'q bo'lsa, gaz idorasiga borib nusxa yoki ma'lumot so'rang. Arizani 2 nusxada yozing, birini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 3-qadam, qarzdorlikni tekshiring. Faqat qo'shnidan so'rab yoki men har oy to'layman-ku deb yurish yetarli emas. Shaxsiy hisob raqami bo'yicha rasmiy holatni biling. Agar qarz chiqsa, darhol uning davri va asosini so'rang.
Masalan, qarz 2022 yildan qolganmi? Qayta hisob kitobmi? Penya bormi? Oldingi egadan qolganmi? Buni aniqlamasdan to'lov qilish ham e'tiborsiz ham noto'g'ri. E'tiborsiz qoldirish ham. 4-qadam gaz xodimi kelganda tartib bilan harakat qiling. Avval salomlashing, guvohnomasini ko'ring, kelish sababini so'rang. Keyin hisoblagich joyiga birga boring. Tekshiruv jarayonida telefoningiz bilan rasmga oling. Hujjat tuzilsa, boshidan oxirigacha o'qing. Tushunmagan joyingizni so'rang. Rozi bo'lmasangiz, rozi emasman degan yozuvni kiritmasdan imzo qo'ymang. Agar sizga bosim bo'lsa, qo'shni yoki mahalla vakilini guvoh sifatida chaqiring. 5-qadam dalolatnoma olgan bo'lsangiz, vaqtni cho'zmang. Ko'pincha odamlar hujjatni tortmaga solib qo'yadi. Keyin bir oy o'tib boradi. Bu noto'g'ri. Ertasi kuni yoki imkon qadar tez gaz ta'minoti tashkilotiga yozma e'tiroz bering. Arizada quyidagilarni yozing. Men falon manzilda yashayman. Falon sanada tekshiruv bo'ldi. Falon raqamli dalolatnoma tuzildi. Men holat bilan rozi emasman. Qayta ko'rib chiqishni, hisoblagichni ekspertizadan o'tkazishni. Hisob kitob asoslarini yozma berishni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, kadastr yoki egalik hujjati nusxasi, dalolatnoma nusxasi, rasm va to'lov kvitansiyalarni ilova qiling. 6-qadam. Mustaqil maslahat oling. Agar summa katta bo'lsa, masalan 7.500.000 so'm yoki undan yuqori bo'lsa, yolg'iz yurmaslik kerak. Hududiy iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, advokatga, yuridik klinikaga yoki tajribali mutaxassisga murojaat qiling. Chunki bunday masalada bitta noto'g'ri yozilgan ariza yoki o'tkazib yuborilgan muddat sizga qimmatga tushishi mumkin. 7-qadam. Suddan qo'rqmang, lekin sudga tayyorlaning. Agar tashkilot sizning e'tirozingizni rad etsa va katta summa talab qilsa, masala sudga borishi mumkin. Sudda hissiyot emas, dalil ishlaydi. Sizda rasm, video, to'lov kvitansiyalari, yozma arizalar. Javob xatlari, guvohlar, hisoblagich holati bo'yicha ma'lumotlar bo'lishi kerak. Men bilmagan edim degan gapning o'zi yetarli emas. Men falon sanada murojaat qilganman, mana qabul raqami, mana rasm, mana to'lovlar desangiz, pozitsiyangiz kuchliroq bo'ladi. 8-qadam. Kvartira sotib olayotganda yoki ijaraga berayotganda alohida ehtiyot bo'ling. Sotib olishdan oldin gaz bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Hisoblagich ko'rsatkichini shartnomaga yaqin sanda rasmga oling. Ijaraga berayotganda shartnomada kommunal to'lovlarni kim to'lashi, qaysi muddat to'lashi, kvitansiyani kimga yuborishi aniq yozilsin. Har oy shaxsiy kabinet orqali nazorat qiling. Ijarachi yaxshi bo'la degan ishonch hujjat o'rnini bosmaydi. 9-qadam. Xavfsizlikni unutmang. Gaz hidi sezilsa, hisoblagich yoki quvur atrofida shubhali holat bo'lsa, avvalo xavfsizlik choralarini ko'ring. Derazani oching, olov yoqmang, elektr tugmalarini o'ynatmang. Gaz xizmatiga xabar bering. Hisoblagich muammosi faqat pul masalasi emas. Bu oilangiz hayoti va qo'shnilaringiz xavfsizligi masalasi hamdir. 10-qadam. Hamma narsani yozma qiling. Telefon orqali aytilgan gap, koridorda berilgan va'da, ertaga kelamiz degan og'zaki javob keyin isbot bo'lmaydi. Ariza yozing, qabul raqamini oling, javob xatini saqlang. Agar sizga hisob kitob berishsa, uning formulasini so'rang. Qaysi davr uchun, qaysi norma asosida, necha kub gaz, qanday tarif bilan qanday jarima yoki qo'shimcha qo'llangan? Bu savollarni berish sizning huquqingiz. Men bugun sizga eng muhim narsani yetkazmoqchiman. Gaz hisoblagichi, plomba va tekshiruv masalasida beparvolik qilmang. Jarima yoki qayta hisob kitob birdaniga katta summaga chiqishi mumkin. Lekin ko'p muammolarni oldindan hujjat, rasm, o'z vaqtida murojaat va to'g'ri imzo bilan oldini olish mumkin. Gazoviklar kelganda janjal qilmang, lekin ko'r-ko'rona imzo ham qo'ymang. Hujjatni o'qing, e'tirozingizni yozing. Dalil yig'ing. Rasmiy javob talab qiling. Agar sizning hisoblagichingiz eski bo'lsa, plombani anchadan beri tekshirmagan bo'lsangiz yoki gaz qarzingiz bor yo'qligini bilmasangiz, bu videodan keyin kechiktirmang. Bugunoq rasmga oling. Hujjatlarni toping, shaxsiy hisobingizni tekshiring. Shu oddiy harakatlar sizni 7.500.000 so'mlik muammodan, suddan, ijrodan va ortiqcha asabiylashishdan saqlashi mumkin. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda gaz hisoblagichi bo'yicha tekshiruvlar qanday o'tyapti? Kimdir jarimaga tushganmi? Qanday muammo bo'lgan? Tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu faqat bitta xonadonning emas, gazdan foydalanadigan har bir oilaning xavfsizligi
va puliga bevosita tegishli.